Siz iste'molchi sifatida o'z huquqlaringizni bilasizmi? Bozor yoki savdo markazlarida xarid qilayotganda nimalarga ahamiyat berish kerakligini yoki sotuvchidan nimalarni talab qilishingiz mumkinligini-chi? Navbatdagi lavhamizda ushbu savollarga javob olasiz. Toshkent viloyati raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish hududiy boshqarmasi tomonidan chakana savdo obyektlarida nazorat tadbirlari o'tkazildi. Jumladan, yarim tayyor mahsulotlar, bolalar uchun mo'ljallangan ozuqalar, turli un va dukkakli mahsulotlar, sut mahsulotlari kabi kundalik hayotda keng iste'mol qilinadigan oziq-ovqat turlari nazoratdan o'tkazildi. Nazorat tadbirlari davomida aniqlangan holatlar tahlil qilinganida ayrim mahsulotlar sifati, saqlanish muddati, ishlab chiqarilgan sanasi va boshqa muhim ko'rsatkichlari bo'yicha iste'molchilarning salomatligiga zarar yetkazish ehtimoli mavjud deya baholandi. Hududiy boshqarma tomonidan ushbu mahsulotlarning ishlab chiqaruvchilariga qonunchilikda belgilangan tartibda choralar qo'llanildi. Ushbu nazorat xaridi tadbirini o'tkazishdan maqsad savdo jarayonida sotuvchilar tomonidan sotilayotgan tovarlarni qadoqlash qoidalariga rioya qilingan holda sotilayotganligi, saqlash qoidalariga rioya qilish bo'yicha tegishli nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Aniqlangan holatlar bo'yicha tegishli tashkilotlarga o'sha ma'lumotlar taqdim qilinib bormoqda. Hozirgi kunda uchrayotgan kamchiliklardan biri qadoqlashda ko'proq tovari ishlab chiqarilgan sanasi ko'rsatilmaydi. Iste'molchilardan shuni so'rab qolardikki, o'sha mahsulotni xarid qilish davomida mahsulotni qadoqlanishiga, keyin yaroqlilik muddatiga e'tibor berishini tavsiya qilib qolardik. Aytish joizki, tegishli nazorat mexanizmlarining samarali ishlashi, jamiyatda sog'lom raqobat muhitining shakllanishi va aholining iste'mol madaniyatini oshirish bugungi kunda muhim vazifalardan biri sanaladi. Shu boisdan Toshkent viloyati raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish hududiy boshqarmasi bu boradagi faoliyatini izchil davom ettiradi.